Bize O'zbekistonimizga yetib keldik. Adasi keldilar. Bizani kutib olgani. Mana ahvolni qaranglar. Mana ahvolni qaranglar. Shildinglar, gallar. Assalomu alaykum. Dostlar, sen chaqirishyapti. Rasmga tushish kerak ekan. Dostona farqiga ketirdi. Eshitmadi. Assalomu alaykum, adasi, yaxshimisiz? Voy, zo'r rahmat, o'z yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Do'dalari. Ayajon. Tug'ilgan kuning bilan qizim. Ayajon. Yoshga to'lding. Karinani so'rayman. Buncha sochlaringlar chiroyli. Buvisini qizi bo'pti-da. Bu qizlar buvisini qizi. Asiya. Rano. Qalaysan? Yo'q. Tug'ilgan kuning bilan Salom. yugurib quchoqlayman. Ana otamni. Yugurib quchoqlayman. Yugurib quchoqlayman onamni. Jonim. Asal qizlarim. Ranoxon, siz yaxshimisiz? Bizimisiz? O, jonim, xo'p. Voy, rahmat. Mani telefonimmi? Yaxshimisiz? Achoq qilib. Ali. Assalomu alaykum. Qani zalga chiqamiz. Ketdik bolalar. Oyisi adasi o'ynab. Rana aytibirani kashuka chiqaradi. Buncha zo'r qilsiz aya. Endi 1 yoshli bolamni darshatga o'tkazib berdilar. Umuman o'tkazolmadim. Salom. Qizingga Alixonni kiyimini masxara qiluvdik qo'ydim. Hayron bo'ldim, Asiyaga qaramaganiga. Nimaga qaramadi? Umarxon. Voy jonim. Shunligini. Uyalib ketdi. Senga oldimda 4taman. U? Indama mayli, yesin qizim. Mazza qilib osh yeb o'tiramiz. Erkaklar naryoq yeb o'tirish. Mana shu o'tirish mazza. Bolalar bilan. Voy. Mana shu o'tirish kim sog'inadi? Farida tug'ilgan kuning bunaqa zo'r o'tyapti. Zo'r chiqdi-da, rahmat. Jo'na. Yopib qo'ydim. Mana.